gün chidab baqdingiz, 3 gün chidab baqdingiz, 4-chi kun bo'ldilar bu ulab ketadigan jinimga nimancholar kirishib qolma bu o'roqlashga. Yesam nim bo'pti, mening pulim bor tursa, men osh narsa olib yalaydigan tursam, yaxshi narsalarni olib yeydigan bir sharoitim bor turib, men nimish och qilaman, men nimish o'roqlayman deb o'zingiz qancha qitim so'rab ketdingizmi? Agar sizda bu musholat bo'lib qolgan bo'lsa, men mening gapimni obdan anglang. Siz o'ylang, siz hozir gerçi yeb oldingiz, ichib oldingiz, eg'irligingiz 1 kilodan samirib ketdi. Hammamiz onamizning qo'sqidan tug'ilganda 3 kilo, 4 kilo tug'ilgan. 18 yosh, 20 yosh vaqtlarimizda aran 40-50 kilo kelgan odamlar shu azdan yeb yillar o'tib simirib 80, 100, 150, 200 kilo chiqadi. Unda bo'lsa siz azdan chidigan vaqtingizda o'ruqlay olasiz. Yesingiz samirib ketaman. Chidisam o'ruqlayman. Siz dalmush bir tal pasil saviling o'zingizga. Yoki bo'lmasa men telefoningizning ekraniga qo'ying. Eng siz eng o'shko'rdan qarshi qusadigan bir odamning rasmini qiling. Men burunliq beksimiz shu taxlayotgan bir odamning rasmini mushtaq telefonimga chiqarib olib, har bir qarsam telefonimga ko'nglim bilsday. Men mushta samirib, mushta yo'g'inab ketsam, qancha ko'nglim elishib ketadi deb turib chidab ketdim. Chidab oxirida 30 kilo o'roqladim. Masalan siz o'ylang, pil qurtdimi, ash kepinak aylanish yo'lida ajoyib jini qiynaldi. Shuningga chiday olganlari kepinak aylandi. Uning chidamalar jo'g'ozak bo'lib, masht bo'lib, yotqanlarga ishlatilib ketdi. Odamlar shu chidaganga chiqqan. Qara, bunda bir qiziqarli ish bor ekan. Masalan, uruqlayotgan vaqtida biz shu yemay, ichmay, voy oshxonadan yuvasam bo'ldi, ichvasam bo'ldi deb o'ylaydi ekan. Lekin uruqlab bo'lgandan keyin u oshxonalar yana o'xshash ichilaverdi ekan. U oshxonalar ya bevayron bo'lib ketmaydi ekan, ya yer shardan yo'qolib ketmaydi ekan. Uruqlab bo'lsak yesak bo'ldi ekan bu. Cho'qqim simiz badanimizni ko'tarib, yo'g'on bestimizni ko'tarib, haqlar deb yirginib ketgidek holatda tamoq yemasakmi? O'ruqlab shantaylarimizni chiqarib, har xil narsadan qo'rqmay turib yegan vaqtingizmi bo'lganda behsat payz. Masalan, maqtuning ichida nim bor. Unda tutib olsam bilmaysiz. Lekin ichib olsam buning suv borligini bilasiz. Usab ketgan bo'lsangiz, mush suvni ichishga intilsiz. Unda bo'lsa sizning hozirgi bodak holatingizdan eng payz holatga o'tgan vaqtingizni ko'ringiz bormi? Kallingizda o'zingizning eng payzi holatingizni tasavvur qiling. Qanchalik kelishgan, qanchalik chiroyli bo'lib ketganingizni his qiling. Agar shu holatni his qila olsangiz, siz cho'qim bor kuchingiz bilan o'ruqlaysiz. To'xta, aslida men mushtaq go'zal bir odam ekanman. Siz o'sha vaqtida o'zingizni yaxshi ko'rib qolasiz.